Mana hozir inson ikkinchi oldik qanday effektlar bo'ldi? Juda yaxshi his qilyapman. Sezilyapti. Yaxshilikka ketgani. 11 mingta kegel упражнение 11 mingta bitta qilganda 11 mingta mashq o'rnida. Bilasizmi nimaga yaxshi? Muskullar bo'shashib ketadi, qinlar kengayib ketadi, qindan havo chiqadi, peshoqlar chiqib ketadi, qoshda yurganda, aksirganda, urgan zanada ham yaxshi. Har xil muammolar, intim muammolarga juda ham effektiv bo'ladi. Qanday bo'ldi effekt? Juda yaxshi. Juda ham yaxshi. Ko'rdingizmi? Alloh rozi bo'lsin. Rozimi sizdan? Roziman. Kelganimga yarasha yaxshi nimalar oldim. Ko'rdinglarmi? Effekti juda ham zo'r. Akshilginkol, reproduktor chirib qabullar biz har xil bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Buyuk Britaniyani apparati azizlarim.